Davom etamiz. Toshkent davlat transport universitetida o'tkazilgan ilmiy-amaliy konferensiyada chiqindilar muammosini hal qilish, yashil hududlarni kengaytirish hamda innovatsion yondashuvlarni amaliyotga joriy etish masalalari muhokama qilindi. Anjuman sho'balar kesimida o'tkazilib, 100 ga yaqin ilmiy maqolalar ko'rib chiqildi. Hozir shu haqda. Barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik, yashil qurilish va muhandislik sohasidagi zamonaviy yondashuvlarni hayotga tatbiq etish, suvni tejash hamda Orol fojiasining oqibatlarini yumshatish. Tashkil etilgan qurilishda yashil iqtisodiyot, suv va atrof muhitni asrash tendensiyalari, ekologik muammolar va innovatsion yechimlar mavzuidagi konferensiyada ayni masalalar muhokama qilindi. Konferensiya orqali ishlab chiqarish hamda Toshkent davlat transport universitetlari hamkorlikda munosabatlar mustahkamlanadi deb o'ylayman. Kelajakda insonlar uchun yaxshi bo'lgan sharoitlar, qurilishda yashil iqtisodiyot, undan tashqari suv resurslarini boshqarishda, atrof muhitni muhofaza qilishda kerakli bo'lgan ilmiy izlanishlar amalga oshiriladi degan niyatdaman. Anjumanda taqdim etilgan maqolalar dolzarb, innovatsion va atrof muhitni asrashga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Bu loyiha elektroenergetika, fizika texnologiyasini o'zida jamlashtirgan loyiha bo'lib, chiqayotgan tovushni, shovqinni o'ziga yutadi hamda energiya ajratib chiqarib beradi va bu energiya bizda qurilishda foydalanayotgan kichik kilobayt ketadigan elektr toklarimiz, ya'ni tok chiroqlaridan va boshqa kerakli bo'layotgan qurilmalardan foydalanish imkoniyatini beradi. Konferensiya o'z ishini 18-iyunga qadar davom ettiradi va unda yana ko'plab g'oyalar amaliyotga tatbiq etilishi hamda tabiat muhofazasida o'zining samarali hissasini qo'shishi kutilayotgani ta'kidlandi.